Nimani bilmoqchisiz? Xo'sh, nimani? Afsuslanyapmanmi? Deylik. Ha, afsuslanaman. Bu yerga kelganimda yoshgina yigitcha edim. Nodon, shu ahmoqlikni qilgan yosh yigitcha. Afsuski hozir o'sha yigitchani aqlini kirgizib qo'ya olmayman. Chunki u yigitcha yo'q. Faqatgina qari chol bor xolos. Men o'sha chol bilan yashashga majburman. Shunday ekan, o'zingni muhringni qo'y-da, vaqtimni olma.